Xo'p, ishlatsangiz ham, ishlatmasangiz ham yuzingizda ugri chiqyaptimi? Elektorlarni bo'ldi, voy, ishlatsam ugri chiqib ketsa-chi. Voy, yuzim qarib ketsa. O'zi shundoq ham yuz qariydi-ku. To'g'rimi? 25 yosh, necha yoshsiz? 20 yoshsiz. Ajini yo'q, do'koningiz yo'qmi? Ajini bor, 20 yosh qizda ham ajin bor, to'g'rimi? Uxot qilmasa ham 20 yosh hali ajini bo'lmasligi kerak qizda ham uxot ishlatmasa ham ajin bor. To'g'rimi? Ishlatsam ajin bo'lib ketsa-chi. O'zi ishlatmasa ham bor-ku shu narsa. Siz aytyapsiz mana, ugri toshib ketdi, o'zi ugri chiqmayapti-ku sizda. To'g'rimi? O'zi ugri bor, yetarli muammo bor. Unga endi kurashish kerak-ku. Uni qo'rqib ishlatsam toshib ketadi, mana undan battar urishda o'tirgandan keyin shuni muammoni yechimini ko'rish kerakmi? O'sha narsani yechimini ko'rish uchun odam u mo'jiza, men sizga hozir mo'jiza bermayapman yoki sehrli palchqa, ha deb ketkizib bera olmayman. Lekin